Hop, keyingi o'rganadigan ma'lumotlarimiz bu gamalak qator, izologik qator va radikal haqida o'rganamiz. Hop, birinchi gamalogik qator nima? Gamalogik qator deb kimyoviy xossalar o'xshash bir-biriga. Bir-biri bilan faqatgina metilen gruppaga CH2 gruppaga farq qiladigan qatorga gamalogik qator deyiladi. Bu qanday bo'ladi? Bir sinf vakili o'zidan bitta oldingi yoki bitta keyingi vakillaridan faqatgina CH2 ga farq qiladi. Misol uchun, alkanlarda olsak, metan bu birinchi vakili alkanlar. Endi bunga misol uchun mana bu CH2 metilen gruppani qo'shsak, bunda ikkinchi vakili hosil bo'ladi. Hali C2H6. Qarang, metan bor edi. Bunga bitta metilen gruppa qo'shdik. Ya'ni gamalogik qatorning qoidasida kelayotgan metilen gruppani qo'shdik. Bunda uni ikkinchi vakili etan hosil bo'ladi. Bunda to'yinmagan uglevodorodlarda ko'rishimiz mumkin. Misol uchun CH. Hop, eten bor edi bizda. Bunga bitta CH2. Mana bu hop, qoidada hozir keltirgan metilen gruppani qo'shyapmiz. Bundan bitta keyingi vakili hosil bo'ladi. Bundan bitta keyingi vakili hosil bo'ldi. Hop, qarasak, ularni xossalari o'xshash bo'ladi. Buni xossasi bunga o'xshash, buni xossasi esa bunga o'xshash bo'ladi. Hop, demak, gamalogik qator tushunarli. Bir-biridan faqatgina CH2 ga farq qiladigan qator hisoblanadi. Hop, endi izologik qator nima? Izologik qator mana bu yerda hozir CH2 ga farq qilayotgan bo'lsa, bunda uglerodlar soni o'zgarmaydi, faqatgina uni tarkibidagi vodorod juftlari soniga farq qiladi. Hop, izologik qator deb uglerodlar soni o'zgarmaydi, lekin bir-biri bilan juft vodorodni farqi hisobiga hosil bo'ladigan qator izologik qator deyiladi. Misol uchun, hop, to'yingan uglevodorodlardan boshlasak, misol uchun C3H8 desak, propanni oldik. Hop, endi uglevodorodlar sonini o'zgartirmaymiz. Lekin mana bu juft elektronlarni juft vodorodlar sonini o'zgartiramiz. Misol uchun 8 ta edi. Bir juft vodorodlarni olib tashlaymiz. Bir juftimiz 2 ta bo'ladi. 6 ta qoldi. Nima bo'lib qoldi endi? Propen. Hop, yana 2 ta bir juft vodorodni olamiz. Propen bo'lib qoldi. Qarang, bir-biridan farq qilayotgan qismi faqat juft vodorodlar hisoblanadi. Shu qatorimiz izologik qator deyiladi. Hop, endi radikalga keldik. Radikal deb juftlashmagan elektronga ega va shuning uchun ham taqsimlanmagan, ya'ni ishlatilmagan valentlikka ega bo'lgan faol darajaga aytiladi. Hop, bunda nima demoqchi? Mana bu yerda hop, radikal desak, to'yingan alkanlarni radikal misol uchun CH4 bo'lsa, bu metanidir. Hop, buni radikalga aylantirish uchun bitta valentsini bo'sh qoldirishimiz kerak. Bunda o'tgan mavzularda o'tdik-ku, uglerodda 4 ta valenti 4 ta vodorod bilan bog'lanyapti. Biz radikal hosil qilish uchun mana bu yerdan bitta vodorodni o'chirib olishimiz kerak. Bitta vodorodni olib qo'ysak, bitta mana ishlatilmagan valentligi qoldi. Ana endi bu metil radikalga aylanadi. Mana bu metan edi. Bu metil bo'lib qoldi. Radikalga aylanadi. Hop, radikallarni nomlashda alkanlardagi an qo'shimchasi ilga aylanadi. Buni alkanlar mavzusida yana batafsil to'xtalamiz. Hop, endi misol uchun C3H8 desak, bu propan. Endi
Buni barcha valenligi faqatgina misol uchun uglerod bog'larini ham hisobiga bittadan valenligi ketadi, lekin mana bu yerda asosiy 8 ta vodorod buni valenligini to'yintiradi. Endi bizda bitta valenlik ishlatilmaydigan valenlik hosil qilish uchun mana bundan radikal olish uchun bitta vodorodni kam yozamiz. 7. Mana bu yerda endi mana bu bor bo'sh hol. Mana bu faol zarracha bo'lib qoldi. Xo'p, endi propanimiz hozir aytdik, an qo'shimchasi ilgallashadi. Xo'p. Demak, yana boshidan qaytaramiz. Gamma-logik qator bir-biri bilan faqatgina CH2 metilen gruppaga farq qiladigan qatorga aytiladi. Metilen. Bir-biri bilan faqat shu metilen gruppaga farq qilishi. Mana shu qator uglevodorodlar. Ana endi izologik qator esa faqatgina juft vodorodlar hisobiga bir-biridan farq qilishi. Endi radikalga keladigan bo'lsak, to'yingan uglevodorodlarning vodorodini bittasini olib qo'yish hisobiga bitta valenligini bo'sh qoldiramiz va mana shu radikalga aylanadi. Bu juda ham oson. To'yingan uglevodorodimiz bor, bitta vodorodni oldik, mana bu bo'sh qoldi, mana bu valenlik. Mana bu bo'sh qoldi, mana bu valenlik. Mana shular radikallar deyiladi.